Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Pashinyan Putinga KXSHT ustidan shikoyat qildi. AQSh NATOdan chiqishi mumkin. Eron va'da qilgan hujumni boshladi. Birinchi nishon Bahrayn bo'ldi. Tramp Ukrainaga qurol yetkazishni to'xtatish bilan tahdid qildi. Endi esa batafsil. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Rossiyada ishlab hujjatlar borasida qiynalmoqdamisiz? Biz sizga barcha rasmiy hujjatlarni taxlashda yordam beramiz. Registratsiya, продление, уведомление, трудовой договор va Turkmaniston fuqarolari uchun 1 yillik ishchi vizasi. Hammasi qonuniy, ishonchli va muhimi tezkor. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Pashinyan Putinga KXSHT ustidan shikoyat qildi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Yerevan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti ishida ishtirok etmayotganini, chunki tashkilot Tog'li Qorabog'dagi vaziyatga nima uchun aralashmaganini o'z fuqarolariga tushuntirib bera olmasligini ma'lum qildi. Bu haqda u kecha 1-aprel kuni Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvda gapirdi. KXSHT bilan bog'liq muammolarimizni ham hech qachon yashirmaganmiz. Chunki 2022-yilda bizda aniq vaziyat yuzaga kelgan edi va menimcha KXSHT mexanizmlari ishlashi kerak edi, lekin ular ishlamadi. Bu esa albatta KXSHT bilan munosabatlarimizdagi hozirgi holatga olib keldi. Biz hozir KXSHT ishida oddiy sababga ko'ra qatnashmayapmiz. Biz haligacha xalqimizga, fuqarolarimizga nima uchun KXSHT reaksiya bildirmaganini va kollektiv xavfsizlik shartnomasidagi majburiyatlarga zid ravishda harakat qilmaganini tushuntirish holatida emasmiz, dedi Pashinyan. Putinning ta'kidlashicha, Yerevanning o'z pozitsiyasi tufayli tashkilotning nizoga aralashishi noo'rin bo'lar edi. Shu narsa ayonki 2022-yilda Pragada Qorabog' Ozarbayjonning bir qismi ekanligi tan olingandan keyin KXSHT tomonidan Ozarbayjon ichki masalasiga aylangan ushbu jarayonga aralashish mutlaqo noo'rin bo'lar edi, dedi Putin. Uning so'zlariga ko'ra, Qorabog'ni Armanistonning bir qismi deb tan olishda mantiq bor edi. Shu bilan birga Rossiya prezidenti bunday qarorga baho berishdan tiyilgan. AQSh NATOdan chiqishi mumkin. Tramp 1-aprel kuni Britaniyaning The Telegraph gazetasiga bergan intervyusida AQSh NATOdan chiqishi masalasini jiddiy ko'rib chiqayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, alyansga a'zo davlatlar AQSh va Isroilni Eronga qarshi urushda qo'llab-quvvatlashdan bosh tortgan. Jurnalistlar bilan suhbatda Tramp NATOni qog'ozdagi yo'lbars deb atadi. Men aytgan bo'lardimki, bu muhokama qilinmaydigan masala. NATO hech qachon meni hayratlantirmagan. Men doimo buni qog'ozdagi yo'lbars deb bilganman. Ayni paytda Putin ham buni biladi, dedi u. Trampning ta'kidlashicha, NATOga a'zo davlatlar Eron tomonidan to'sib qo'yilgan Hormuz bo'g'ozini ochish bo'yicha operatsiyada ishtirok etishdan bosh tortgan. Bu bo'g'oz orqali jahon neftining taxminan 20% tashiladi. U ittifoqchilarni tanqid qilib shunday dedi: "Ular u yerda yo'q edi. Bu ish avtomatik tarzda amalga oshishi kerak edi. Men savdo qilmayapman. Shunchaki bu tabiiy ravishda bo'lishi kerak deb o'ylayman", dedi Tramp. Tramp shuningdek Ukraina ham mazkur operatsiyada ishtirok etishi kerak edi deb hisoblashini aytdi. Ukraina ham u yerda bo'lishi kerak edi. Bu ularning muammosi emas deb o'ylashdi. Biz ularga yordam berdik, lekin ular bizga yordam bermadi, dedi u. Bundan oldin AQSh davlat kotibi Marko Rubio ham Fox News telekanaliga bergan intervyusida AQSh NATO bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqishini aytgan. Agar NATO faqat Yevropa himoyasi uchun kerak bo'lsa, lekin ular bizga kerak bo'lgan paytda asosiy huquqlardan mahrum qilsa, bu yaxshi kelishuv emas, dedi u. Tramp esa Rubioning bu bayonotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Intervyu davomida Tramp Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmerning Hormuz bo'g'oziga harbiy kemalar yuborishdan bosh tortganini tanqid qildi. Sizlarda hatto to'liq flot ham yo'q. Kemalaringiz juda eski. Avia tashuvchilaringiz ishlamaydi, dedi u. Shu bilan birga Britaniya mudofaa xarajatlarini oshirish kerakmi degan savolga javob berar ekan Tramp, "Men unga nima qilish kerakligini aytmayman. U o'zi istagan ishni qiladi. Bu ahamiyatli emas", dedi u. Britaniya bosh vaziri Keir Starmer esa Tramp bayonotlariga javoban mamlakat milliy manfaatlaridan kelib chiqib harakat qilishini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, hozirgi beqaror dunyoda Britaniya uchun Yevropa bilan mudofaa, xavfsizlik, energetika va iqtisod sohalarida yaqin hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Eron va'da qilgan hujumni boshladi. Birinchi nishon Bahrayn bo'ldi. 1-aprel kuni Bahraynning Amazon Web Service bilan bog'liq bulutli hisoblash markazi Eron zarbasi oqibatida shikastlandi.
Bu faol mojaro hududida raqamli infratuzilmaga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatilgan kamyob holatdir. Bu haqda o'z manbalariga tayanib Financial Times xabar berdi. Bahrayn Ichki ishlar vazirligi operator nomini tilga olmasdan fuqarolik mudofaasi guruhlari Eron tajovuzi oqibatida korxona obyektida chiqqan yong'inni o'chirayotganini ma'lum qilgan. Ushbu hodisa Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining mintaqada faoliyat yuritayotgan AQSh bilan bog'liq texnologik kompaniyalar, jumladan Microsoft, Apple, Google va Meta nishonga aylanishi mumkinligi haqidagi ogohlantirishdan so'ng yuz berdi. Amazon konkret hodisa yuzasidan izoh berishdan bosh tortgan. Ushbu zarba zamonaviy mojaroning rivojlanishida an'anaviy nishonlar, neft infratuzilmasi va kema qatnovi yo'llaridan tashqari global amaliyotlar asosini tashkil etuvchi raqamli tizimlarga o'tilishi mumkinligidan dalolat beradi. Amazon Web Service kabi bulutli obyektlar bank tizimlari, aviatsiya tarmoqlari, logistika platformalari va davlat amaliyotlarini o'z ichiga olgan keng ko'lamli xizmatlarni qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu hodisa kiber va jismoniy urush o'rtasidagi bog'liqlik kuchayib borayotganini ko'rsatmoqda. Avvalroq Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Apple, Google, Microsoft va boshqa Amerika texnologik kompaniyalarining Yaqin Sharqdagi ofislariga zarba berish bilan tahdid qilgani haqida xabar berilgan edi. Ular ushbu kompaniyalarni Isroil va AQSh hujumlariga ko'maklashda ayblamoqda. Tramp Ukrainaga qurol yetkazishni to'xtatish bilan tahdid qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Yevropadagi ittifoqchilariga bosim o'tkazib, agar ular Hormuz bo'g'ozini himoya qilishda ishtirok etmasa, Ukrainaga qurol yetkazishni to'xtatishini aytdi. Bu haqda manbalarga tayanib Financial Times xabar berdi. Tramp mart oyida NATO harbiy dengiz kuchlaridan Hormuz bo'g'ozi orqali kema qatnovini tiklashda AQShga yordam berishni so'ragandi. Yevropa davlatlari bunga rad javobini bergan. Shundan so'ng Tramp NATOning Ukraina uchun Amerika qurollarini sotib olishga qaratilgan Pyrrhus dasturidan chiqishi bilan tahdid qilgandi. Ko'p o'tmay NATO bosh kotibi Mark Rutte alyansning asosiy davlatlari Fransiya, Germaniya va Buyuk Britaniyani 19-mart kuni o'z hissalarini qo'shishga va Hormuz bo'g'ozi orqali xavfsiz o'tishni ta'minlashga tayyor ekanliklari to'g'risida qo'shma bayonot berishga majbur qildi. Aynan Rutte qo'shma bayonot berishni talab qildi. Chunki Tramp Pyrrhusdan chiqish va umuman Ukrainani qo'llab-quvvatlashni to'xtatish bilan tahdid qildi, dedi rasmiylardan biri Financial Times'ga. Boshqa manbalarga ko'ra, bayonot e'lon qilinishidan 2 kun oldin Rutte Tramp va AQSh davlat kotibi Marko Rubio bilan bir necha bor telefon orqali muloqot qilgan. Yana bir manba Yevropa davlatlari Hormuz bo'g'ozini himoya qilishga yordam berishni rad etganidan Tramp juda g'azablanganini aytgan. 19-mart kuni qabul qilingan Hormuz bo'g'ozidan xavfsiz o'tish to'g'risidagi bayonotni allaqachon 35 ta davlat imzolagan. Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer jangovar harakatlar to'xtatilgandan so'ng Hormuzni ochish uchun koalitsiya tuzilishini aytgan.